Demak, bismillah. ARP protokol birinchi IP versiya to'rida ko'rib chiqamiz, keyin IP versiya 6da qisqa qilishga harakat qilamiz. Savoli bo'lsa keyin ko'ramiz. Xo'p, ARP protokol bu 2,5 pog'onada ishlaydigan protokol. OSI modelning 2,5 pog'onasida. Demak, bir tarmoqda ikkita qurilma o'zaro aloqa qilish uchun ikki xil kamida adreslar kerak. Bular layer 2 pog'onadagi MAC adreslar va layer 3 pog'onadagi IP adreslar. Masalan, mana bu PC1 kompyuter PC2 bilan aloqa qilmoqchi bo'lsa va PC1 PC2 ga paket yubormoqchi bo'lsa, uni paketi quyidagi ko'rinishda ega bo'lishi kerak. Ya'ni uni paketida 4 ta adres bo'lishi kerak. Ikkita o'zini adreslari va ikkita qabul qiluvchining adreslari. O'zini adreslari source bo'ladi, uzatuvchi. Ya'ni o'zini MAC adresi va o'zini IP adresi. Deylik, PC1 ni IP adresi 192.168.10.10 IP adres, PC2 ni IP adresi esa 192.168.10.11 IP adres. Ikkalasi bitta tarmoqda. PC1 ni MAC adresi deylik AA'lar 6 ta ketma-ketlik. Aslida MAC adres sal uzunroq bo'ladi, bu yerda qisqartirilgan varianti. PC2 ni MAC adresi esa 6 ta 5. Va qachonki PC1 PC2 ga paket yubormoqchi bo'lsa, o'zini ikkita ushbu adresi bilan va qabul qiluvchini, ya'ni PC2 ning ikkita adresini paketga qo'yib yuborish kerak bo'ladi. Ya'ni masalan, любой bir ma'lumot yubormoqchi bo'lsa, kadr oldida quyidagi 4 ta adres bo'lishi kerak. Demak, uzatuvchi IP adres quyidagi yacheykada yoziladi. Uzatuvchi IP adres, uzatuvchi MAC adres bu 6 ta A va qabul qiluvchi IP adres bu PC2 ning IP adresi va qabul qiluvchi MAC adres bu PC2 ning MAC adresi. Qachonki mana shu 4 ta adres mavjud bo'lsa, keyingina PC1 dan paket PC2 tomon ketadi. Shu 4 ta adresdan bittasi bo'lmasa ham paket to'liq yaralmaydi, butun hisoblanmaydi kadr. Ya'ni paket butun hisoblanmaydi va u PC2 tomonga yuborilmaydi. Demak, mana shu 4 ta adres bo'lishi shart. Xo'p, endi deylik, misol uchun bizda quyidagicha tarmoq bor. 4 ta kompyuter. Birinchi kompyuterimizning IP adresi 1.5, ikkinchi kompyuterimizniki 1.6, uchinchi kompyuterimizniki 1.8 va to'rtinchi kompyuterimizniki 1.7 IP adreslar. Hammasi bitta tarmoqda. Va deylik, bularni MAC adresi birinchi kompyuterniki 3 ta A deylik, ikkinchi kompyuterniki 3 ta B, uchinchi kompyuterimizniki 3 ta C va to'rtinchi kompyuterimizniki 3 ta D. Va misol uchun PC1 dan mana host 1 deb yozilgan, host 1 dan host 4 ga qanaqadir ma'lumot yuboramiz. Ma'lumot eng oddiy varianti bu ping. Ya'ni PC1 ga kiramizda, chorni ekranni ochamizda, ping 4-chi kompyuterning IP adresini yozamiz. Ya'ni biz PC1 dan PC4 ga ping bermoqchimiz. Demak, PC4 ning IP adresini yozamiz. Uni IP adresini biz bilamiz. 192.168.1.7. Ya'ni shu nimaga kompyuterga ping paketini yubor deymiz. Va PC1 bu ping paketini yuborishga harakat qiladi va o'sha kadrni paketni yaratadi. Kadr quyidagicha ko'rinishda ega bo'ladi. Demak, chekkada birinchi IP adreslarni bu yoqqa yozadigan bo'lsak, uzatuvchi IP adres sifatida o'zini IP adresini yozadi. Ya'ni PC1 mana IP adresini uzatuvchi IP adresga yozadi. Ya'ni 192.168.1.5. Qabul qiluvchi IP adres sifatida biz pingni yozganmiz, shu bergan IP adresni olib qabul qiluvchi adresda yozadi. Ya'ni 192.168.1.7. Keyin uzatuvchi MAC adres sifatida
o'zini mana bu MAC adresini yozadi. O'zini MAC adresi chunki bo'ladi. 3 ta qabul qiluvchi MAC adres sifatida qabul qiluvchi MAC adresi bu 4-kompyuter MAC adresi, lekin birinchi kompyuter bu MAC adresini hozircha bilmaydi. Chunki biz masalan ping komandasini berayotganimizda qabul qiluvchining faqat IP adresini berganmiz, lekin MAC adresini bermaganmiz. Ya'ni MAC adres noma'lum. Ya'ni PC1 4-kompyuterni MAC adresini bilmaydi va bu yacheyka bo'sh qolib ketdi. Ya'ni MAC adresi qabul qiluvchi to'ldirilmagandan keyin bu paket to'liq hisoblanmaydi va bu paketni PC4 tomonga yuborib bilmaydi. Ya'ni toki PC1 qabul qiluvchini MAC adresini topib mana shu yacheykaga yozmagunicha bu kadr birinchi kompyuterdan chiqib ketmaydi. Qabul qiluvchini MAC adresini topib beradigan protokol bu ARP protokol. Address Resolution Protocol. Bu protokolning ishi, demak, qabul qiluvchi qurilmalarning MAC adresini aniqlash. Qanday tarzda aniqlaydi? Mana shu mexanizmni hozir bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi kompyuterimiz bu MAC adresi 3 ta edi. 4-kompyuterimizga paket yubormoqchi edi. Paket yuborilmadi chunki qabul qiluvchi MAC adresi yo'q. Qabul qiluvchi MAC adresini bizga ARP protokol aniqlaydi. ARP protokol PC1 dan turib qabul qiluvchi MAC adresini aniqlash uchun ARP request so'rovini yuboradi. ARP requestning so'rovi quyidagi tarzda bo'ladi. O'zbekchasida yozadigan bo'lsak, oddiy tarzda. Ya'ni qabul qiluvchi MAC uzatuvchi MAC va content. Uzatuvchi MAC adres A qiladida, qabul qiluvchi MACga qabul qiluvchi ARP request broadcast tarzda ketadi. Ya'ni bu paket birdaniga hammaga borish kerak edi. Ya'ni aniq PC4 ni kimligini bilmaganligi uchun bu paket broadcast bo'lib ketishi kerak. Ya'ni hammaga borish kerak edi, so'rash kerak. Kim masalan 192.168.1.7 kim mana shu IP adresi kimniki bo'lsa, MAC adresini ber deb so'rov yuboradi. Va bu so'rov hammaga borish kerak. Hammaga boradigan broadcast paketlarda, kadrlarda qabul qiluvchi MAC adresi sifatida FFF yoziladi. Chunki FFF degani broadcast MAC adres va bu kadr hammaga yuboriladi. Va mana shu kadr ARP request, mana shu ARP request ko'rinishi birinchi kompyuterdan switchga yuboriladi. Switch bu ARP requestni olgandan keyin qabul qiluvchi MAC adresiga qaraydi. Qabul qiluvchi MAC adres FFF yozilganligi uchun switch tushunadi. Demak, bu broadcast paket va broadcast paketni hammaga yuborish kerak. Demak, switch bu paketni barcha aktiv portlardan yuboriladi. Barcha portlar aktiv bo'lsa, 24 ta porti hammasiga yuboradi. Faqat kelgan portdan tashqari kelgan portga qaytib yubormaydi. Demak, bu paket nimaga ketadi? Mana sxemada ko'ramiz. Bitta paket keldi va bu paket kopiya qilib hammaga tashaldi. Tashalgandan keyin broadcast paket 3-kompyuterga ham keladi, 4-kompyuterga ham keladi va 2-kompyuterga ham keladi. 3 va 2-kompyuterlar mana bu ARP request ichidagi kontentni o'qishadi. Kontent ichida aytilgan kim 192.168.1.7 bo'lsa, MAC adresini ber deb so'ralgan. 3 va 2-kompyuter IP adres ularniki bo'lmaganligi uchun bu paketni delete qilishadi va unga javob berishmaydi. Faqatgina 4-kompyuter ARP request, ARP so'rovining ichidagi o'zini IP adresini ko'rgandan keyin, demak, bu ARP request menga tegishli ekan deb bunga javob beradi. Ya'ni men o'sha 1.7 IP adresiman va meni MAC adresim DDD deb javob yuboradi. Bu javob ARP reply. Demak, ARP so'rov hammaga boriladi. Bunga javob, bunga faqat
qabul qiluvchi kim so'ralayotgan bo'lsa, faqat o'shagina javob beradi. Qolganlar javob bermaydi. Ya'ni mana bu holatda, demak, bu paketimiz keldi. PC2 bilan PC3 paket delete qiladi, javob bermaydi. Faqatgina PC4, ya'ni men o'shaman 107 man va meni MAC adresim DDD deb ARP reply tayyorlaydi. ARP reply javob. Va bu javobni unicast qilib faqatgina PC1 tomon tashlab beradi. Chunki javobda qabul qiluvchi MAC adres sifatida endi FFF emasda kim so'raganda ARP requestni o'shanga yuboriladi. Ya'ni so'ragan bu mana bu birinchi kompyuter edi, aynan shuni MAC adres yuboriladi. Uzatuvchi MAC adres sifatida kompyuter PC4 o'zini MAC adresini qo'yadi. Va bu ARP reply nimaga ketadi? PC1ga, faqat birga, demak, bu ARP reply yubordi va bu reply faqatgina PC4ga, PC1ga keladi. PC1 keladi, PC1 ARP replyni ichidan oladi. Demak, 107 kompyuterni nimasi MAC adresi DDD ekan, ARP replydan buni oldi va endi PC4 MAC adresi bilganligi uchun endi keyingi safar ping paketni yuborayotganda qabul qiluvchi MAC adres sifatida DDD ni yozib yuboradi. Va bu o'rgangan MAC adresni, ya'ni mana bu birikmani 107 ni IP MAC adresi DDD ekan degan привязкani, zapisni o'zini ARP xotirasiga, ARP cache deyiladi, ARP table ham deyiladi. ARP table deylik, ARP table'ga yozib qo'yadi. Ya'ni PC1 aytadi, 107 IP adresi MAC adresi AAA ekan deb o'zini tablitsasiga yozib qo'yadi va har xil operatsion sistemalarda bu zapis yozilgan mana shu juftlik har xil vaqtgacha saqlanadi. Masalan, Windowsda bir necha minutlar bo'ladigan bo'lsa, Juniperda 20 minut, Ciscoda 2 soatmi, 4 soatmi, har xil variantlari bor. Har xil operatsion sistema bu zapisni har xil vaqtgacha o'zini xotirasida, временный xotirasida saqlab turadi. Va keyingi safar yana mana shu birinchi kompyuterimiz yana shu 4-kompyuteriga qanaqadir ma'lumot yubormoqchi bo'lsa, ping va boshqa ma'lumotni, PC4 ni MAC adresini qidirib o'tirmaydi, uni o'zini ARP tablitsasidan oladi. Deylik, masalan, 20 minut deylik, 20 minut tablitsasida xotirasida turadi. 20 minut ichida, ya'ni PC4 ga ma'lumot yubormoqchi bo'lsa, PC4 ni MAC adresi unda bor, lekin 20 minutdan keyin yana PC4 ga ma'lumot yubormoqchi bo'lsa, 4-kompyuterga bu MAC adres o'chgan bo'ladi, yana ARP protokolini uyg'otib, PC4 ni MAC adresini aniqlash uchun ARP broadcast yuboradi va PC4 dan ARP reply olib, uni MAC adresini aniqlab oladi. Biz faqat PC4 variantida ko'rdik. Xuddi shunaqa kompyuterlar istalgan boshqa qurilmaga ma'lumot yubormoqchi bo'lsa, uni MAC adresini xuddi shunaqa tarzda aniqlaydi. Ya'ni har safar ARP broadcast yuboriladi va ARP replylar qabul qilib olinadi. ARP tablitsalarni ko'rish har xil qurilmalarda har xil. Masalan, Cisco qurilmalarida ARP tablitsani ko'rmoqchi bo'lsak, show IP ARP yozadigan bo'lsak, bu routerimiz qaysi IP adreslarni, MAC adreslarni o'rganganini ko'rsak bo'ladi. Demak, bu routerimiz ushbu IP adresni, MAC adresini o'rgangan ekan, uni MAC adresi quyidagicha va o'zini xotirasiga, временный xotirasiga ARP tablitsasiga yozib qo'ygan. Windowsda ARP tablitsani ko'rish komandasi ARP seria A va unda ham ko'rsak bo'ladi. Quyidagi IP adreslarni, MAC adreslari quyidagicha ekan. Va bu ham qanchadir vaqtga tablitsaga xotirada yozib qo'yiladi. Bu IP versiya 4 edi. IP versiya 6 da ARP protokol yo'q. Demak, IP versiya 6 da bunaqa yozib qo'ysak, no ARP. Lekin
ARP'ni qiladigan vazifasi bizga kerak va bu ishni Neighbor Discover degan protokol bor, o'shanga berilgan. Ya'ni ARP protokol ishini Neighbor Discover protokol qiladi. Ya'ni bunda ham xuddi shunaqa. Masalan, biz tarmog'imizda ikkita kompyuter bor, PC1, PC2. PC1 ni IP versiya 6 adresi 2001 DB8 ACAT 1 oxiri 10. PC2 ni IP adresi 2001 DB8 ACAT 1 oxiri 11. Va ularning MAC adreslari PC1 niki 6ta A, 6ta 1, PC2 niki har xil ketma-ketlikda F8 dan boshlanib 0A bilan tugagan MAC adres. Endi bunda ham xuddi shunaqa. Masalan, PC1 dan turib PC2 ga ping yubormoqchi bo'lsak, ya'ni uni yozamiz, ping. PC2 ni IP adresini yozamiz, IP versiya 6 adresini 2001 DB8 ACAT 1 11 deydigan bo'lsak, PC1 PC2 tomon ping so'rovini yuborish uchun, ping paketlarini yuborish uchun quyidagicha ping paketini yaratishga harakat qiladi, lekin bunda ham destination MAC adresi noaniq, chunki biz pingda faqatgina qabul qiluvchini IP adresini berganmiz. Demak, qabul qiluvchi IP adres bor, ushbu IP adres. Uzatuvchi IP adres o'ziniki biladi. Uzatuvchi MAC adres o'ziniki biladi, lekin qabul qiluvchi MAC adresi yo'q, noma'lum. Buni topish kerak. Buni topib beradigan protokol IP versiya 6 da Neighbor Discover protokol. Neighbor Discover protokolni ishlash prinsipi ham xuddi IP versiya 4 dagi ARP protokolga o'xshaydi. Faqat IP versiya 4 da eslaydigan bo'lsak, bir qurilma boshqa qurilmani IP adresini aniqlash uchun ARP request yuboradi, so'rov. Request. Va qurilma keyin unga ARP reply yuboradi. Unda esa ARP request yuborilmaydi, uni o'rniga Neighbor Discover protokolni Neighbor Solicitation paketini yuboradi. Bu NS paket desak bo'ladi, qisqartma qilib. NS bu xuddi ARP request qiladigan ishni qiladi. Ya'ni bu undan xuddi shunaqa. Ya'ni PC1 xuddi shu so'rov yuboradi. Ya'ni kimni IP adresi 2001 DB8 ACAT 1 11 bo'ladigan bo'lsa, ya'ni biz ping paketini yuboryapmiz. Ping yozgandik va 11-chi kompyuterga yubormoqchimiz. Uni MAC adresini bilishimiz kerak va Neighbor Discover NS paketini yaratadi. NS paketda aytadi, kimni IP versiya 6 adresi oxiri 11 bo'ladigan bo'lsa, MAC adresingni ber deb so'roq beradi. Send me your MAC adresi, ya'ni MAC adresini menga yubor deb yuboradi. Va bu NS paket multicast tarzda hammaga boradi. Faqatgina PC2 bu nimani NS paketiga javob beradi. Qolganlar javob bermaydi. Deylik, bizni tarmog'imizda boshqa kompyuterlar ham bo'ladigan bo'lsa, u kompyuterlar unga javob bermaydi, chunki bu yerda multicast MAC adres to'g'ri kelmaydi, ham multicast MAC adres to'g'ri kelmaydi, ham ichkarida turgan uni IP adresi to'g'ri kelmaganligi uchun qolganlar javob bermaydi, faqatgina PC2 javob beradi. PC2 o'zini javobini ARP reply emas, Neighbor Advertisement NA paketi orqali yuboradi. Demak, NS bu ARP request edi, NA bu ARP reply. ARP replyda NAda, ya'ni NAda quyidagicha nima, ya'ni 2001 DB8 111 manman deydi va mana MAC adresim, quyidagi MAC adresi, mana bu MAC adresini mana bu yerga yozadi, PC1 ga beradi. Va PC1 bu NA paketni olgandan keyin PC2 ni MAC adresini aniqladi va endi ping so'rovlarini yo boshqa turdagi ma'lumotlarni PC2 ga yuborish uchun quyidagicha kadr bemalol yasab biladi. Endi PC1imizda PC2 ni ham IP adresi bor, ham MAC adresi bor, destination MAC adresi. IP adresini biz bergandik, MAC adresini esa
Neighbor Discovery aniqlab keldi. ARP table'larni IPv4 da ko'rish show ARP'da routerlarda va nimada Windowsda ARPA edi. Neighbor Discovery IPv6 Neighbor Discovery tabletsalarni ko'rish Windowsda quyidagicha komanda yoziladi. Net interface IPv6 show neighbors va xuddi ARP tabletsada nima ko'rsatilgan bo'lsa, bu yerdan xuddi shu narsa ko'rsatiladi. Ya'ni qaysi IPv6 adresni MAC adresi qanaqa, mana bu MAC adresi. Va routerlarda Neighbor Discovery, ya'ni IPv6dagi ARP tabletsani ko'rmoqchi bo'lsak, endi ARP tabletsa desak sal xato bo'ladi. Bu Neighbor Discovery tabletsa deyiladi. Va buni ko'rish show IPv6 neighbors yozadigan bo'lsak, bizga routerimiz qaysi IP adreslarni, MAC adreslarini o'rganganini ko'rsak bo'ladi. Ikkita IP adresni, ikkita MAC adreslarini o'rgangan ekan. Va bu nimalar ham, rekordlar ham, zapislar ham routerlarda yoki kompyuterlarda vaqtinchalik bo'ladi. Operatsion sistemalarga bog'liq, ba'zi operatsion sistemalar tezda o'chirib tashlaydi, ba'zi operatsion sistemalar buni uzoq vaqt ushlab turadi. Xo'p, qisqartirib nima qildim? Hozir endi labda ko'ramiz. Savollar bo'lsa berishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum, Urmiylar. Assalomu alaykum. Bobur aka, yaxshimisiz? Urloqqa charchamandingizmi? Rahmat. Menda bitta savol bor edi. ARPni iloji bo'lsa nozik, ya'ni slabый tarafi bor. O'sha to'g'risida ozgina tushuncha bersangiz, ya'ni xavfsizlik tarafdan, security bo'yicha agar anaqa bo'lsa, qisqaroq bo'lsa, tushuncha berib ketsangiz yaxshi bo'lardi, ya'ni nima tarafda ARPni nima deydi, kamchiligi to'g'risida ozgina ma'lumot bersangiz qiziqroq bo'lardi. Xo'p, buni hozir prezentatsiyani ochamiz. Qayerda? Xo'p, qaranglar. ARPda kamchiligi, ARP atakini aytyapsiz-da, Bobur aka? Ha, shunaqa. ARP atakida qachonki hozir mana qilaylik. Telefonda bizda switch bor va kompyuterimiz bor. Routerimiz bor. Kompyuterimizning IP adresi 192.168.1.1 va routerimizning IP adresi 192.168.1.254. Va bu router orqali keyin kompyuterlar internetga chiqishadi. Kompyuterimizni nimasi, MAC adresi 3 ta deylik. Routerimizning MAC adresi bo'lsin, masalan, YYY deylik. Va qachonki kompyuterimiz router orqali internet chiqmoqchi bo'lsa, router MAC adresini aniqlash uchun ARP request yuboradi. ARP so'rov yuborib, hammaga boradi va router bunga ARP, demak bu request ARP. Router unga ARP reply yuborib, o'zining MAC adresini beradi. Va bu kompyuter bu zapisni o'zini ARP tabletsasiga yozib qo'yadi. ARP table'ga yozib qo'yadi. Ya'ni 192.168.1.254 ni MAC adresi YYY ekan deb o'ziga yozib qo'yadi. Deylik, bu zapis qanchadir vaqt turdi. Deylik 1 soat tursin.
bir soat ichida shu zapisni qaytib so'rab o'tirmaydi. Ya'ni 1.254 MAC adresi o'rgandi va 1.254 ga yana ma'lumot yubormoqchi bo'lsa, shu yerdan foydalanadi 1 soat ichida. Qaytib so'rab o'tirmaydi, chunki zapisni yashash davri 1 soat. Va xuddi shunaqa router ham qachonki ARP request klientdan kelgandan keyin va o'sha ARP requestdan o'zini ARP tabellasini bu ham to'ldirib qo'yadi. ARP table va router aytadi, demak bir kompyuterni, ya'ni 192.168.1 kompyuterni MAC adresi A ekan deb yozib qo'yadi. Va deylik bu routerimiz masalan Cisco bo'ladigan bo'lsa, masalan 4 soat bu zapisni yozib qo'yadi-da, 4 soat ichida qaytib bu MAC adresini o'rganib o'tirmaydi. Ya'ni shuni foydalanadi har doim. 1 A ekan deb yozib qo'yadi o'ziga. Hamma narsa chotki, qachon tarmog'imizga bitta deylik nima kelmaguncha. Men in the middle deydimi? Bosh og'riq bitta hakkercha kelmaguncha. Nima qiladi hacker? Kelib tarmog'imizga, switchimizga ulanadi kompyuter. Buni deylik o'zining IP adresi bor, bitta alohida, hech kimga xalaqit bermaydigan, konflikt bermaydigan IP adresi. Masalan, masalan istalgan IP adresi, masalan 1.5. Va buni MAC adresi BBB. Buni maqsadi o'rtaga kirib olib, mana birinchi kompyuterimiz internetga paket yuborayotganda paketlarni ushlab olish. O'zidan o'tkazib yuborish, men in the middle. Bu uchun o'zidan o'zi hech kim so'ramagan bo'lsa ham nima tomonga, PC 1 tomonga ARP kattaroq qilib men yozay. ARP reply paketni yuboradi. ARP replyning ichida quyidagi narsa yozilgan bo'ladi. Ya'ni man 192.168.1.254 man deydi. Aslida u 254 emas, aslida u 1.5, lekin aldaydi. Ya'ni 1.254 manman va mening MAC adresim BBB deb xato zapisni ARP reply bilan nima tomon tashab beradi. PC1 tomonga tashab beradi. PC1 bu zapisni olgandan keyin ARP reply, demak PC1 o'ylaydiki, mana bu routerimiz 1.254 router boshqa routerga almashtirilib deb eskirib qolgan balkim va uni endi yangi MAC adresi emasda BBB ekan deb mana uni o'chiradi, ustiga BBB deb yozib qo'yadi. Ya'ni PC1 endi internetga paketlarni jo'natmoqchi bo'lsa, qabul qiluvchi MAC adresini BBB qilib yuboradi endi. Demak, birinchi kompyuterni tablitsasini, ARP tablitsasini buzdi, chunki ARP poisoning ham deyiladi. Bu ARP ataka, ya'ni ARP tabletsadagi zapisni zaharlash, buzib tashlash. Ya'ni mana bu narsani hacker qildi, men in the middle. Va xuddi shunaqa yana bitta ARP table yaratadi. Boshqa, ya'ni yana bitta ARP table va bu ARP table'ni router tomonga tashlaydi. Va bu ARP table'da quyidagicha yozadi. Ya'ni 192.168.1.1 mana IP adresim va mana MAC adresim endi BBB deb yuboradi. Ya'ni buni MAC aslida IP adresi 1.5 edi, lekin bu yerdan yolg'ondan 1.1 qilib xato informatsiya bilan MAC adresini BBB qilib, uni ARP'ni bu yoqqa tashlaydi. Router ham xuddi shunaqa bu ARP reply'ni ichini ochib ko'radi. 192.168.1.1 IP adres unda bor. MAC adresi qarasa BBB. Demak, router o'ylaydiki, u kompyuter ham o'zgaribdi boshqa kompyuterga va uni MAC adresi endi 3ta emas ekan deb 3ta B ni o'ziga yozib qo'yadi. Va endi qachonki mana bu kompyuterimiz, birinchi kompyuterimiz internetga chiqmoqchi bo'lsa, boshqa rang olaylik. Yashil. Qora. Qachonki kompyuterimiz endi internetga chiqmoqchi bo'lsa, paketlarni yaratayotganda qabul qiluvchi MAC adres sifatida qabul qiluvchi IP sifatida masalan
yo'q, men qabul qiluvchi IP haqida gapirmaylik, boshqa chalg'imasdan. Qabul qiluvchi MAC adres sifatida aslida YY ni yozish kerak edi, lekin bu yerdan oladida BBB ni yozadida switch tomoniga tashlab beradi. Bu paket switchga kelgandan keyin switch BBB ni o'zini MAC adres table'dan qaraydi. BBB pastda joylashgan. Bu degani bu paket pastga tushiriladi. Hakkerga main in the middle bu paketni kopiyasini o'ziga oladida MAC adresdan o'zgartirib router tomonga chiqarib beradi. Ya'ni paketni kopiyasini oldi, routerga chiqardi. Bu paket deylik Facebookka borish kerakmi? Facebookka boradi. Facebookdan javob kelgandan keyin router buni nimaga qaytarib berish kerak? Bir IP adresga, bir IP adresni MAC adresi BBB ekan deb bu ham adashib javobni A ga emasda BBB ga tushirib beradi. Ya'ni javob ham xuddi shunaqa kompyuterga tushadi va ya'ni main izimidin kopiyasini oladi. MAC adresini o'zgartiradida bu kompyuterga tashlaydi. Ya'ni birinchi kompyuterimiz internetda qaysi ma'lumotlardan foydalanayotgan bo'lsa, ularning hamma kopiyasi main inzimetrga tushadi va main inzimetr analizatorlar bilan paket ichidagi kontentlarni bemalol ochib, agar shifrlanmagan bo'lsa, bemalol ochib o'qishi mumkin. Mana shu narsa ARP poizining ARP ataka deyiladi. Buni oldini olish uchun DAI bor, Dynamic ARP Inspection degan funksiyani, mexanizmni ishlatish kerak bo'ladi. Bu narsa switchlarda yoqilishi kerak. Agar switchlar upravlayan bo'lsa va switchlarda bu funksiya bo'ladigan bo'lsa, mavjud bo'ladigan bo'lsa, DAI yoqadi va DAI yoqilgandan keyin, nastroykalar qilingandan keyin, bu yerda nastroykasini yozib o'tirmaymiz. Nastroykalar qilingandan keyin switch har bitta portdan kelayotgan ARP paketlarni o'rganishni boshlaydi. Ungacha ARP paketlarni broadcastni ham, replylarni ham o'rganmasdi. U kelayotgan ARP requestni broadcast bo'lsa, MAC adresga qarab FFF bo'lsa hammaga tashlardi. Agar ARP reply bo'lsa, ana u MAC adresga qarab turib, qabul qilish MAC adresiga qarab turib, faqat bitta portdan chiqarib yuborardi. Ya'ni faqatgina MAC switching qilardi MAC adres bo'yicha. Lekin ARP paketlarni ichini o'rganmasdi. Endi DAI yo'qolgandan keyin ARP paketlarni ichini o'rganadi va quyidagi привязкаlar ishlashni boshlaydi. Ya'ni switch aytadi, mana shu portlarni deylik, mana switchning mana bu porti boshqa rang olaylik. Mana masalan mana bu port 01, bu porti 02 va bu porti 03. Switch har bitta portdagi привязкаlarni yozib qo'yadi. Masalan 01 portimdan kelishi mumkin IP adresi 11 va uning MAC adresi AA ekan deb yozib qo'yadi. Mana shu 3 ta birikma yoziladi DAIda. Snooping table'dan oladi bu narsalarni va 02 portga aytadi. 02 portda 1254 uni MAC adresi YYY ekan deb yozib qo'yadi va qachonki endi mana bu hakkerimiz 3-portdan kelib qo'shiladigan bo'lsa, uni ham MAC adreslarni, IP adreslarni o'ziga yozib qo'yadi. Ya'ni 3-portda 15 IP bor va uni MAC adresi BBB deb yozib qo'yadi. Va endi bu hacker mana bunaqa yolg'on xato ARP replylarni tashlaydigan bo'lsa, switch ARP replyni ichini ochadi. ARP replyni ichida 1254 ni MAC adresi BBB deb yozilgan. Tablitsa bilan solishtiradi. 1254 ni nimasi MAC adresi Y va bu ikkinchi portdan edi. 3-portdan kelishi mumkin emas. Demak, tushunadi bu ARP reply ataka va bu ARP replyni portdan kirishga qo'ymaydi. Natijada main inzimidi, ya'ni hakkerimiz mana bu yolg'on xato ARP reply bilan buni tablitsasini ham buza olmaydi va xuddi shunaqa routerni ham tablitsasini buza olmaydi. Shu qisqa qilib tushuntirishga harakat qildim. Ichida albatta paketlarni ochib, IP adreslarni ko'rsa bo'ladi. Hop, endi mana bu labni ochaylik. Ko'rindimi? Ko'rindi.
ARP request va ARP reply'larni bitta ushlab ko'ramiz va xuddi shunaqa IP versiya 6da NS va NA paketlarni bitta ushlab ko'ramiz. Bu uchun mana bu router va kompyuterlarimizga IP versiya 4 ko'taramiz birinchi. Va sразу mana portlarni 02 port. Tayyor. Mana bunisi shartnoma. Routerimizni kompyuterga ulangan porti Fastethernet 2.0 shu portga bitta IP versiya 4 IP adres beramiz va pastdagi kompyuterimizga ham bitta IP beramizda keyin ping yuboramiz ARPni paketlarni tekshiramiz. Interface Fastethernet 2.0 IP adres tayyor. Kompyuterga IP beramiz. Bir IP beramiz. Maska va shluz. Shluz routerning IP adresi. Show IP IP adresi 1 va endi paketlar ushlanyaptimi? Paketlar ushlanmoqda. Kompyuterdan turib routerga ping beramiz. Show ARP qilaylik birinchi. ARP tablitsasi bo'm-bo'sh. Routerni ham ochamiz. Mana routerimiz. ARP tablitsani ko'ramiz. Show ARP. Routerimizda ham ARP tablitsa bo'sh. Faqat o'zini biladi o'zicha. Klientni bilmaydi. Klientdan router tomon ping yuboramiz. Ping. Routerning IP adresi. Lekin routerning MAC adresini bermaymiz. Buni ARP orqali o'zi aniqlasin. Уже aniqladi va pinglar ham ketdi. Paketlarni ko'rish uchun nimani o'chamiz? Wiresharkni va mana ARP. Kompyuterimizdan ARP so'rov ketgan. Mana ARP request. Address resolution protocol request. Uzatuvchi MAC adresi sifatida kompyuter o'zining MAC adresini qo'ygan. Kompyuterimizning MAC adresi mana bu MAC adres. Mana oxiri boshi 00, oxiri 19. Sakkiz nimagadir teskari ketdi. Show IP 9 va routerimizni bitta ko'raylik.
Show interface faslida net. Buni MAC adresi 38. Nimagadir mana bu yerda uzatuvchi MAC adresi 19 bo'lishi kerak edi, lekin nimagadir 38. Mayli, hozir keyin yana ko'ramiz. Hozir qaranglar. Demak, ARP request request boradi, broadcast bo'lib, FFF bo'lib hammaga boradi. So'ralyapti. Mana u 1254. Yo'q, nimagadir bu biz kimdan ping berdik? Biz kompyuterdan ping berdik, lekin simulyator yo'qdan ping qabul qilib oldi. Bitta uni qilaylik, bitta o'chirib yoqaylik. Unisini tekshirib yaxshi. Simulyatorda ham glitch bo'lar ekan. Yo, men bitta narsani xato tushundim. PC3 IP beramiz. Show IP. Biz bermaylik. R2 interface fasternet 2.0 IP adres +92 254 deylik. Va routerni portini bir shartda ushlab olamiz. Ikkinchi port. Kompyuterdan ping beramiz. Ping. Voy. Nimagadir to'g'ridan to'g'ri o'ylaylik, mana bunaqa nimagadir qilamiz.
To'g'ridan to'g'ri ikkita kompyuterlaylik. IP 192.168.505 oldu. Hamımızki IP 506. Oldu endi. Birinchi kompyuterimizdan ping beramiz. Birinchi show IP MAC adresi 22 ekan. Ping nari kompyuterga 505 ga ping yuboramiz. Ping ketdi. Mana endi to'g'ri ketdi. Uzatuvchi MAC adres sifatida kompyuter o'zinikini qo'yapti-da va qabul qiluvchi MAC adres FFF va bu so'rov hammaga boradi. Javob ARP reply, mana bu reply faqatgina 21-kompyuter, 21-MAC adresli kompyuter, bizni 21-MAC adres ma'lumimiz. Show IP 21. Faqatgina 21 javob beradi. Mani MAC adresim quyidagi MAC adresda mana bu yerdan yuboradi. Va kompyuter keyin to'g'ridan to'g'ri mana bu ma'lumot paketlarini yuboradi. Tablitsalarni ko'rish uchun show ARP mana zapis yozildi. Bu yerda 60 kun yozilar ekan. Demak, mana bu kompyuterimiz bilib oldi. 22-ya'ni 5-6 IP adresi kompyuterning MAC adresi quyidagicha ekan. Va xuddi shunaqa mana bu kompyuterimiz ham show ARP qilsak 505 IP adresli qurilmani MAC adresi 21 ekan. Bu demak ARP nimalar? ARP request va ARP reply'lar. IP versiya 6 ni ham shu yerda ko'tarishga harakat qilaylik. IP masalan 2000A oxiri qilaylik. 64. Show IPv6 2000A10. Bunisi esa 2000A11 qilamiz. IP 2000A11. Prefix 64. Va endi ping yuboradigan bo'lsak, ping 2000A sherigiga bunga. Pinglab borib keldi. Paketlarni ko'radigan bo'lsak, mana birinchi NS paket yuborildi. 11-kompyuterdan o'zini nimasini qo'yapti va MAC adres, o'zini MAC adresi 22-MAC adres. Qabul qiluvchi MAC adres sifatida IP versiya 6da broadcast bo'lmaganligi uchun multicast MAC adreslar ishlatiladi. Multicast MAC adreslar bular 4 ta 3 bilan boshlanadi-da.
va qolgan qismi bu nimani IP adresdan oladi. Ping 2010 yozganimiz uchun bu yerda oxirida mana bu yerda oxirgi 6 ta sifrani o'sha adresdan oladi, ya'ni 10 bilan to'g'ri keladi. Va bu NS paket hammaga boradi, tarmoqdagi hamma ko'radi. Faqatgina kimni IP adresi 2010 bo'ladigan bo'lsa, faqatgina o'sha javob beradi. NA paket orqali, mana NA paket. NA paketlarimiz bilan ichini ochib ko'radigan bo'lsak bo'ladi. Mana bu yerda tiplari ham bor. Bu ICMP paketlarni tiplari 135, 136 har xil variantlari bor. Router, ya'ni ikkinchi klientimiz o'zini mana bu MAC adresini NA orqali beryapti. Demak, NS orqali MAC adresga so'rov yuborildi. NA orqali MAC adres beriladi. Shu qisqaroq qildim. Savol bo'lsa ichga kirishim mumkin. Kimdadir savol bormi? Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Ustoz, men bu 2000 men bu oxir FF00 oxirgi 6 tani olyapti-yu 10 ni. Mana shu aynan nima uchun 10 olyapti? Bu yerda agar misol uchun bir nechta kompyuterlar bo'lsa 9, 8 yo boshqa olish mumkinmi yo aynan bitta oldi, bitta keyin degan qanaqadir bormi? Mana hozir nima ko'rinyaptimi? Prezentatsiya Ko'rindi. ko'rindi. Ya prezentatsiya emas, anaqa ko'rinyapti. Paint chizayotganingiz. Ну, bu o'sha nimaniki prezentatsiyaniki. Da, bo'ldi, tushunadi. Xo'p, qarang. Savol nima edi? Savol da. Savol destination. Da, destination MAC adresda. Qarang, masalan, mana bitta bizda kompyuter bor, deylik. Va bu yerda juda ko'p kompyuterlar bor. Biz buni chizib qo'yamiz. Masalan, buni nimasi IP adresi 2000A deylik, 2000A oxiri masalan buni qilamiz. Hammasi birlar. Mana buniki, bunisiniki 2000A oxiri 2lar. Bunisi 2000A, 2000 yozish qiyin bo'ladi. Oxiri 3lar. Oxirida deylik 64 tasi biti, ya'ni nechta bo'ladi? Ну, короче, 64 bit hammasi 3lar. Va 4-inchisi 2000A, oxiri hammasi 4lar. Va qachonki mana bu kompyuterimiz, deylik bu kompyuterimiz 2000A, oxiri masalan 9lar bo'lsin. Va bu kompyuter deylik mana bu 3-chi kompyuterni MAC adresini bilmoqchi bo'lsa, unga ARP deyapman. NS so'rovni yuboradi. NS bu ARP nimaga o'xshagan? NS so'rov, buni maqsadi borib nima qilish kerak? Uni MAC adresini aniqlash kerak. Bu kompyuterlar albatta hammasi bunaqa switchga ulangan bo'ladi, bunaqa. Switchga ulangan. NS yuboradi. NS ni yuborayotganda nima? Mana bu kompyuterimiz uzatuvchi IP adres sifatida NS ni ichini ochamiz, buni kattalashtiramiz. Uzatuvchi MAC sifatida o'zinikini yozadi. Deylik buni MAC adresi A bo'ladigan bo'lsa, A yoziladi. Qabul qiluvchi MAC adresga mana bunaqa yozadi. 33. Har doim shu bilan boshlanadi. Ya'ni ARP requestda FFF yoziladi-yu. IPv6 da umuman FFF ishlatish yo'q. Broadcast
adreslar, broadcast IP adreslar ham, broadcast MAC adreslar ham yo'q. Ya'ni FFF ishlatish mumkin emas. Lekin bir narsa qilish kerakki, bu paket mana shu 4 tasiga ham borishi kerak-da va faqatgina bu javob berishi kerak. Broadcast yo'q, lekin hammaga borishimiz kerak. Shu uchun multicast adreslar ishlatiladi. Multicast adreslar broadcast o'rnini qoplaydi va multicast ishlatilganda ham juda chiroyli mexanizmlar qilingan. Demak, 4 ta uch bilan boshlanadi va keyingisi FF bo'ladi va qolgan mana bu qismini mana bu yerda biz ping beramiz-ku, ping bergandan keyin mana adresni yozamiz-ku, 2000 masalan 3-kompyuterga ping beryapmiz-ku, uchlar yozyapmiz-ku. Mana shu yerda oxirgi mana 6 ta uchni oladi-da, oxirgi 6 ta uchni oladi-da, mana bu yerga yozadi. Mana 4 ta uch bilan bu uch o'xshab qoldi birdaniga, hammasi 3 bo'lib qoldi. Aslida har xil bo'ladi. Va mana shu adres va bu paket, NS paket switch tomonga tashlaydi. Switch buni ko'radi, uchligini avtomat tushunadi-da, bu multicast bu paketni hammaga tashlaydi. Ya'ni bu NS paket. Bunga ham keladi. Bunga ham keladi. Bunga ham keladi. Bunga ham keladi. Agar switchga multicast protokollar yoqilgan bo'lsa, IGMP pin bu faqatgina shu tomonga tashlashi mumkin. Hozircha switch bilmaydi, hammaga tashlaydi va bu NS paketni birinchi kompyuterga o'rganadi, ya'ni rangini o'zgartiraylik. Birinchi kompyuter ochadi, ichini ko'radi. Mana bu yerda turgan qabul qiluvchi MAC adresini ichini ochadi. 333 F ekan va oxirida mana bu qismni o'rganadi-da, mana oxirgi qism 333 ekan. Va aytadi, mani oxiri 33 bilan boshlangan hech qanaqa IP versiya 6 adresim yo'q. Demak, bu menga tegishli emas. Va xuddi shunaqa bu ham menga tegishli emas deydi. 4-kompyuter ham menga tegishli emas deydi. Faqatgina 3-kompyuterimiz mana bu yerda turgan oxirdagi mana uni ko'radi-da, o'zini yana ko'ryapsiz, MAC adresini oxiri bilan o'zini IP adresini oxirini solishtiradi. Chunki mana shu MAC adresini oxiri IP adresdan olingan bo'ladi aslida. Va shu narsa uchun ham MAC adresini oxirini o'zini IP adresini oxiri bilan solishtiradi. Va bu bir xil to'g'ri kelsa, demak bu kompyuterda aytadiki, 3-kompyuter, bu menga ekan deydi-da va darcha uni to'g'riroq yana tekshiradi-da va bunga javob tayyorlaydi. Shunaqa mexanizmlar ishlatiladi IPv6 da. Tushunarli ustoz, katta rahmat.